Assalomu alaykum. Bugun aynan ona tili milliy sertifikatdan yuqori ball olishni xohlagan ona tili, o'zbek tili, boshlang'ich ta'lim ustozlari va abituriyentlar uchun foydali, ya'ni qanday qilib milliy sertifikatdan yuqori ball olishning 7 qadami nomli darslik tayyorlaganman. Bu dars kimlar uchun? Diqqat qiling. Demak, darsimiz ona tili milliy sertifikatdan yuqori ball olishni istagan, bular aynan A+ darajadagi sertifikatni qo'lga kiritmoqchi bo'lgan ona tili, o'zbek tili ustozlari va asosiy blogi ona tili bo'lgan abituriyentlar uchun. Albatta, ular 100% ona tili blogini yopishni xohlaydi. Demak, ularga A+ daraja juda ham muhim. Oylik daromadini oshirishni istagan ustozlar. Tabii, har bir ustoz 50% qo'shimcha daromad olishni xohlaydi. Agar siz ham shu toifada bo'lsangiz, bu dars aynan siz uchun. Chunki milliy sertifikatdan B+, A+ darajaga ega bo'lgan ustozlarimiz ayni damda 50% qo'shimcha ustamaga ega bo'lishmoqda. OTMlarga, ya'ni oliy o'quv yurtlariga kirishni xohlagan talabalar. Bu hamma talabalar uchun. Negaki, barcha institutlarimizda majburiy fan sifatida ona tili fani kiritilgan. Agar siz qaysisiga kirishdan qat'iy nazar ona tili milliy sertifikatga ega bo'lsangiz, o'sha blogingiz to'laligicha yopiladi. Majburiy fandan C darajadan boshlanadi. Asosiy blokdagilar uchun A+ darajadagi sertifikatlar yuqori natijalarni sizga taqdim qiladi. Milliy sertifikat imtihonda qiynaladigan yoki imtihondan yiqilganlar. Voy, bu juda og'riqli nuqta. Qayta milliy sertifikat imtihoniga topshiryapsiz, lekin kerakli ballni ola olmayapsizmi? Demak, bu dars aynan siz uchun. Bu darsdan keyin siz, ya'ni bu darsni to'liq ko'rib chiqsangiz, siz milliy sertifikat imtihoniga ishonch bilan kira oladigan bo'lasiz. Nega? Ko'pchilik milliy sertifikat imtihoni yaqinlashgan sari qo'rquv kuchli bo'lganligi sababli bilgan narsasini ham to'g'ri yecha olmaydi. Lekin bu darsdan keyin siz o'zingizga birinchi bo'lgan ishonchni orttirib olasiz. Ko'pchilik qoqiladigan eng muhim 7 qadamni o'rganib olasiz. Ya'ni bu o'rganilgan, aynan isbotlangan o'sha qoqilishlar 7 ta qadamning aniq yechimlari bilan sizga taqdim qilinadi. Qo'rquvlaringizni yengib, natijaga tayyor bo'lasiz. Nega? Siz oldin qo'rquv bilan kirayotgan bo'lsangiz, endi o'zingizga ishonchingiz ortgan holda, natijaga tayyor bo'lgan holda, men yuqori natija sohibi bo'laman degan ishonch bilan kirasiz. Men Dilafruz Fayzullayevna 26 yillik tajribaga ega ona tili va adabiyot fani ustoziman. Ayni paytgacha 10 mingdan ortiq ustoz va talabalarga dars berganman. Demak, ularning ya'ni ona tili milliy sertifikatdan va ona tili sohasi bo'yicha yuqori natijalarga erishishlariga sababchi bo'lganman. Bularning orasida 5 mingdan ortiq aynan o'qituvchilar bo'lib, ulardan milliy sertifikat olishlarida va attestatsiyadan yuqori natija qilishlariga, ya'ni attestatsiya bu ustozlarning obro'y e'tiborga ega bo'lishlariga yordam berganman. Minglab ustozlarning daromadlari, ya'ni bu oylik daromadi, oylik emas, oylik daromadlarining 2 baravardan 7 baravargacha aniq sonlarda aytadigan bo'lsak, masalan, kurslarimda o'qigan o'quvchilarim orasida 3 million oylik olayotgan paytda kursimga qo'shilib 23 milliongacha, 26 milliongacha chiqqan o'quvchilarim aynan mavjud. Ya'ni yaqindagi bitta o'quvchim aytib qoldi, kurslarimga qo'shilgan paytda 2 million oylik olar ekan. Hozirgi ayni paytda 9 million oylik olaman. Endi vazir jamg'armasiga ham nomzodim qo'yilgan, uni ham qo'shsa 15 millionga yaqin oylik olaman deyapti. Endi necha barobar ekanligini o'zlaringiz hisoblab ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Xo'sh, bu darajaga qanday chiqqansiz deb juda ko'p savollar berishadi. Men o'zim asli Buxoro viloyatining bir chekka qishlog'idagi oddiy oilada tug'ilib, oddiy maktabda o'qituvchilik faoliyati bilan boshlaganman. Demak, ish faoliyatimni oddiy ustozlikdan boshlaganman. Va taqdir taqozosi bilan, endi buni nima deydi, taqdir sinovi desak ham bo'ladi. Ma'lum bir sabablarga ko'ra 2017-yilda Toshkentga ko'chib kelishga majbur bo'lganman. Hech narsa besabab emas ekan. Ya'ni biz aslida juda katta qiyinchilik, to'siq deb bilgan narsamizni orqasida biz uchun kutilmagan yutuqlar, imkoniyatlar yotishini keyinchalik tushunib yetganman. Demak, 2017-yilda Toshkentga ko'chib kelib, oddiy maktabda o'qituvchi bo'lib ishlaganman va shu ish davomida
abituriyentlarni o'qishga tayyorlab, demak, ikkita abituriyentim 10 ta, 10 tasi 100 ta, undan 200 taga chiqib, demak, Toshkentning qoq markazida Habel o'quv markaziga asos solganman. 26 yil davomida uzun va mashaqqatli yo'lni bosib o'tib, demak, bu bosib o'tilgan yo'l tajriba deb ayta olaman-da. Ya'ni bu yillar davomida qilgan ba'zi bir mashaqqat deb bilganlarim aslida men uchun juda katta tajriba bo'lgan va o'sha tajribalar natijasida juda ko'p yutuqlarga erishganman. Bu darslar sizga ana shu tajribalarim asosida, ya'ni maqsadingizga yetishni aniq xaritasini tuzib beraman degan ma'noda bu darsni tashkil qilganman. Ya'ni shu paytgacha, shu darajaga chiqquncha o'zim bosib o'tgan yo'llarni sizga qisqa va ravon tarzda ochib bermoqchiman. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim, hozir siz oddiy o'qituvchilikdan qanday qilib repetitor darajasiga chiqishingiz mumkin yoki qanday qilib milliy sertifikatga ega yoki bo'lmasa oliy toifali o'qituvchi darajasiga chiqishingiz mumkin ekanligini aniq misollar bilan ko'rsatib o'tmoqchiman. Ya'ni A nuqtadan B nuqtaga borish yo'lini, xaritasini birgalikda ko'rib chiqamiz. Milliy sertifikatdan qanday qilib yuqori ball olishning 7 ta qadamini ko'rib chiqamiz. Demak, birinchi, imtihonni aniq tushunib olish. Ikkinchi, bo'limlarning farqini anglash. Uchinchi, esse konstruksiyasini tushunish. To'rtinchisi, g'azal tabdili uchun tayyorlanish. Beshinchisi, grammatika qismlarini tushunib olish. Oltinchisi, testga to'g'ri tayyorlanish va yettinchisi, tizimli harakat qilish. Ushbu videoni oxirigacha ko'rsangiz, esse uchun tayyor shablon va foydali qo'llanmalarni bepul olishingiz mumkin. Bu degani 2 barobar foyda olasiz. Ya'ni ham darslik, ham bepul sovg'alarga ega bo'lasiz. Statistika. Har mavsumda kamida 70% talabgorlar imtihondan yiqiladi va sertifikat ola olmaydi. Endi bu statistikada aniq raqamlar bilan keltiradigan bo'lsak, keyingi milliy sertifikat imtihonlarida talabgorlarimiz 80 mingdan oshiq topshiryapti. Tasavvur qiling, shuncha talabgorning 70% milliy sertifikatni o'zi xohlagan darajani qo'lga kirita olmayapti. Buning asosiy ikkita sabab bor. Birinchisi, qadam-baqadam aniq nima kerakligini bilmaslik. Ikkinchisi, foydasiz, eskirgan metodlar orqali natijaga harakat qilish. Demak, siz ham mana shu ikkita xatoga yo'l qo'ysangiz, demak, siz kerakli ballni ola olmaysiz. Misol uchun, grammatikani yodlashga urinish. Ko'pchilik qanaqa savol tushar ekan, oldingizda qanaqa savol tushdi grammatika deb yodlashga harakat qilishadi. Ya'ni ko'r-ko'rona yodlash bu sizni natijaga olib chiqmaydi. Ammo bir nechta muammolar mavjud. Hozir ularni sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Demak, grammatikani yodlash deyarli foyda bermaydi. Uni tushunish kerak. Ya'ni men doim ta'kidlaydigan narsa bor-ku, bir narsani ko'r-ko'rona yodlagan bilan natija qila olmaysiz. Uning mohiyatini anglab, o'sha narsani tushunib yetsangiz, u mavzu bo'yicha tushadigan har qanday testni qiynalmasdan yecha olasiz. Ya'ni har bir grammatika savollarini mohiyatini anglab yetish. Yodlash ko'p vaqt oladi. Ya'ni sizga u test tushadimi, tushmaydimi uni bilmaysiz. Lekin uni yodlash uchun qancha vaqt va energiya sarflaysiz. Bu keraksiz narsa aslida. Amaliy bilim bo'lmaydi va esdan chiqadi. Ya'ni siz yodlayotgan narsangiz bu bilim emas, u xotira, u vaqti kelib esdan chiqib ketadi. Endi uni amaliyotda qo'llay olmaysiz. Yodlab olish yuqori ballni kafolatlamaydi. Demak, siz agar grammatika savollarini yodlab turib natija qilaman deb o'ylasangiz, juda katta xato qilasiz. Bu sizga kerakli ballni bermaydi. Yana bir misol, testni faqat ball uchun ishlash. Ya'ni testning mohiyatiga yetmasdan, menga shu ball bo'lsa yetadi deb ishlash, bu sizga kerakli natijani bermaydi. Bu ham bitta juda katta xatolardan biri hisoblanadi. Ko'pchilik test yechishda shu xatolarni qiladi. Ya'ni o'sha milliy sertifikat imtihonlaridagi testlarni yechishda ko'pchilik qiladigan xatolarni ko'rib chiqamiz. Testni ball uchun yechadi va tahlil qilmaydi. Ya'ni testni yechsam bo'ldi, natijani ko'rayotgan tez yechadi, oxirida qanaqa natija qildim, necha ball oldim deb o'ylaydi. Lekin u yerdagi qilayotgan xatosini tahlil qilmaydi. Bu xatoni tahlil qilmaslik ballni oshirmaydi.
tekshirib, nima uchun to'g'ri yoki xato ekanligini anglashga urinmaydi. Deylik 8-test fe'lga oid bo'lgan testda shuni har safar xato qilyapsiz. Lekin xatoni ustida ishlamayapsiz. To'xtab tur, nima uchun men shu xatoni qildim? Shu xatoni nima uchun qilganingizning mohiyatini anglab yetsangiz, keyingi testda siz shu xatoga yo'l qo'ymaysiz. Xulosa chiqarmay, qayta xato qilaverasiz. Yuqorida aytganimdek, masalan, xulosa qilmasdan, xatolarni tahlil qilmasdan o'sha bitta xatoni qayta qilaverasiz. Masalan, 12-testda tinish belgi bilan bog'liq xatoni har safar qilyapsiz. Nega har safar qilasiz? Chunki siz uning nima uchun xato qilganingizni tahlil qilmayapsiz va qayta shu xatolarga yo'l qo'yyapsiz. Xo'p, xulosa qiladigan bo'lsak, ko'pchilik noto'g'ri ketma-ketlikda tayyorgarlik ko'rgani uchun milliy sertifikat imtihondan yiqiladi, natijaga erisha olmaydi, vaqtini va pulini zoya ketkazadi. Bir gap bilan aytadigan bo'lsak, ham vaqtidan, ham naqdidan ayriladi. Hozir men sizga 7 ta eng to'g'ri qadamlarni birma-bir ko'rsataman. Ya'ni siz o'sha vaqtingizni tejagan holda qanday qilib milliy sertifikatdan yuqori ball olishning 7 ta qadamini o'rganib chiqasiz. Birinchi qadam imtihonni aniq tushunib olish. Demak, imtihonni tushunish bu nima degani? Xo'sh, milliy sertifikat imtihonni DTM deb yozilgan bu yoqda bilimni baholash agentligi, ya'ni kirish imtihonlari bilan adashtirib yorishadi. Yoki bo'lmasa attestatsiya imtihonlari bilan adashtirib yorishadi. Milliy sertifikat faqatgina an'anaviy testlardan iborat emas. Ya'ni oldingi foydalangan har doimgi testlardan iborat emas. Unda yopiq testlar va unga qo'shimcha yozma savodxonlik, ya'ni esse ham baholanadi. An'anaviy testlar, ya'ni testlar, milliy sertifikat testlarining o'zi ikki xil bo'ladi. An'anaviy testlar va yopiq testlar. An'anaviy testlarimiz mana ekranda ko'rib turganingizdek, demak o'sha 4 ta javobi bo'lgan an'anaviy testlar. Masalan, imloviy jihatdan to'g'ri yozilgan so'zlar qatorini aniqlang deganda A, B, C, D javoblardan iborat bo'lgan testlar, bular an'anaviy testlar. Lekin milliy sertifikat imtihoni faqat bunday testlardan iborat emas. Yopiq testlar. Bu yopiq testlarga siz yozma javob berishingiz kerak. Ya'ni mana berilgan izohlarga mos bo'lgan shakldoshlik xususiyatiga ega bo'lgan so'zni yozing deb qo'yibdi. Demak, siz bunga yozma tarzda javob berishingiz kerak. Va shu yerda yana ko'pchilik qiladigan xatoga to'xtalib o'tamiz. Esse va yopiq testlarni kiril alifbosida yozib qo'yishadi. Bu ko'proq o'qituvchilarga xos bo'lgan xatolardan biri. Yoshi kattaroq o'qituvchilarimiz kirilda ko'p yozishyapti va shu xatoga yo'l qo'yishyapti. Va agar siz kiril alifbosidan foydalangan holda yopiq testlarni yoki esseni yozsangiz, baho olmaysiz. Baholanmaydi, shunchaki tekshirilmaydi xolos. Kiril alifbosida yozilgan esselar mutlaqo tekshirilmaydi. Ikkinchi qadam, bo'limlarning farqini anglash. Demak, milliy sertifikat bu bo'limlardan iborat ekan. Ularning farqini anglash bu muhim qadam sanaladi. Ya'ni test va esse. Milliy sertifikatning 50% test, ya'ni 50% ball deganimda bunda 75 ball test uchun beriladi, 75 ball esse uchun, ya'ni yozma savodxonlik uchun beriladi. Bu Rush modelida baholanadi. Ikkalasining balli qo'shilgan holda sizning foizingiz chiqadi va darajangiz aniqlanadi. Bu Rush modeliga qo'yilgan holda aniqlanib, bunda eng kam javob berilgan, ya'ni qaysidir testga eng kam javob berilgan bo'lsa, o'sha test uchun aynan eng ko'p ball beriladi. Shuning uchun ham Rush modeli aynan talabgorlarning sonidan va bilim darajasidan kelib chiqqan holda baholanadi. Ko'pchilik abituriyentlar qiladigan xato. Essening o'zi bilan sertifikat olaman deb o'ylashadi. Bu xatoni aynan o'zimni qizim ham qilgan. Chunki u IELTSdan yuqori ballni qo'lga kiritgani uchun, demak, men esse yaxshi yozaman, shu essening o'zidan ham yuqori ball olaman deb jiddiy tayyorgarlik ko'rmaganligi sababli
kerakli ballni ola olmadi. Bir necha marta aytganman. O'qimay turib, ona tilidan milliy sertifikat olib bo'lmaydi desam, yo'q, men IELTSdan yuqori ball olganman, essemni o'zi bilan zo'r ball olaman degan. Siz ham bunday xatoga yo'l qo'ymang. 3-qadam, esse konstruksiyasini tushunish. Ya'ni siz essening konstruksiyasini tushunib yetsangiz, demak kerakli bo'lgan o'sha 75 balldan o'zingiz uchun natija qila oladigan yuqori ballni qo'lga kirita olasiz. Buning uchun esse o'zi nima ekanligini tushunib yetishimiz kerak. Ya'ni esse erkin kompozitsiyali nasriy adabiy janr. Ya'ni bunda publistik janrga xosda bu. Publistik, adabiy, falsafiy, ijtimoiy, publistik va boshqa mavzularda yoziladi. Unda muammolar tizimli, ilmiy tarzda emas, qaranglar shu yerda. Ilmiy tarzda emas, balki erkin shaklda o'sha talabgorning dunyoqarashdan, fikrlashdan kelib chiqqan holda talqin qilinishi kerak bo'ladi. Esseni qolip deb bilish bu eng katta xato. Milliy sertifikat topshiruvchilarining aksariyati esse qolipini o'rganib olsam bo'ldi, shu qolip asosida esse yozib chiqaman deb o'ylashadi. Va ba'zi bir kanallarda ham bu tatbiq qilinyapti. Yo'q. Qolip asosida yozilgan esselar bilimni baholash agentligi tomonidan past ball beriladi. Buni esingizdan chiqarmanglar. Chunki esse qolip emas, esse tizim. Uni ko'r-ko'rona qolipda yozish bahoyingizni tushirib yuboradi. Mana bu yerda esse yozishdagi qo'yiladigan talablar, ya'ni essening o'z talablari bor. Esse yozishning talablari, ya'ni fikr mulohazalaringizni publisistik uslubda. Ko'pchilik aytadi, publistik uslub nima? Publistik uslubda yozilishi kerak bo'lgan esse bu adabiy til me'yorlariga qat'iy amal qilgan holda yozilgan. Unda siz o'zingizning shevalaringizdan qochgan holda har bir jumlani adabiy tilda bayon qilishingiz kerak bo'ladi. Fikrlaringizni mantiqan, izchillikda adabiy til me'yorlariga aniq amal qilgan holda yoriting. Bayon qilinayotgan barcha fikr mulohazalaringiz faqat mavzu doirasida bo'lsin. Ya'ni sizdan so'ralayotgan mavzudan chekinish bu sizning ball yo'qotishingizga olib keladi. Esse 3 xil tarkibiy qismdan iborat. Ya'ni esse kirish, asosiy qism va xulosaga bo'linadi. Kirish qismining o'zida siz essening berilgan mavzu, ya'ni o'sha muammoli mavzuni o'z fikringiz bilan bayon qilasiz. Ya'ni 2-3 jumladan iborat bo'lishi va berilgan vaziyat matni aynan ko'chirmalgan holda uning ma'nodoshlaridan foydalangan holda perifraz qilishingiz kerak bo'ladi. Kirish qismida esse mavzusini, asosiy qismida esseda berilgan mavzu yuzasidan, demak ketma-ketlikda fikrlarni bayon qilasiz. Ya'ni asosiy qism kamida 3 ta xat boshidan iborat bo'ladi. Har bir xat boshida tomonlarning qarashlari va fikrlari batafsil yoritiladi. Berilayotgan vaziyat yuzasidan turli qarashlarga hayotiy misollar, dalillar keltirish kerak bo'ladi. Shaxsiy mulohazalaringizni batafsil aynan keltirilgan dalillar asosida yoritib berishingiz kerak bo'ladi. Asosiy qismda ko'pchilik qiladigan xato, demak, birinchi xat boshida oqlayotgan tarafini oxirgi 3-xat boshiga kelib qoralab qo'yadi va bunday paytda ular juda katta uslubiy xatoga yo'l qo'yishadi va ball yo'qotishadi. Siz esse mavzusi yuzasidan berilgan fikrlaringizni avvalo 2 tomonga, ya'ni oq va qora taraflarga bo'lib olishingiz kerak bo'ladi. Va asosiy qismni yoritayotganda siz o'sha bo'lib olgan oq va qora tomondagi ma'lumotlardan foydalangan holda birinchi xat boshi, ikkinchi xat boshi, 3-xat boshini yozishingiz kerak. Masalan, birinchi xat boshida o'zingiz, demak, qarshi tarafni yoritadigan bo'lsangiz, ikkinchi xat boshida o'z fikringizni yoriting va 3-xat boshiga xolis uchun shaxs sifatida munosabat bildirishingiz kerak bo'ladi. Va mana shularni chalkashtirib yuborish natijasida ko'pchilik esseda past ball oladi. Va esseda xulosa ham muhim qism. Ya'ni 3-qism bu xulosa. Xulosaga kelgandan keyin ko'pchilik o'sha, masalan, boshdagi mavzuni anglab yetmasdan xulosa qismida mavzuni anglab yetadi va yangi fikr aytib qo'yadi.
Xulosada aytilgan yangi fikr sizga qo'shimcha ball bermaydi. Aksincha, ball yo'qotishingizga olib keladi. Demak, xulosada asosiy qismda aytgan fikrlaringizni xulosalashingiz kerak bo'ladi. Yangi dalillar, yangi asoslar keltirishdan qoching. Esse uchun reja tuzilmaydi. Epigraf qo'yilmaydi. Bu ko'pchilikning qilayotgan xatosi. Ya'ni esseda reja va epigraf bo'lmaydi. Bular inshoda. Shu paytgacha mana biz ta'lim tizimimizda insho ko'p yozganmizda, ko'pchilik demak insho bilan essening farqiga hali ham borishmayapti. Insho bu ijodiy matn bo'lsa, esse esa publistik janrga xos bo'lgan va unda erkin muloqot, ya'ni inson o'z fikrlarini bayon qilishi kerak bo'ladi. Bunda muammoli mavzu beriladi va o'sha muammoli mavzuga siz yechim taklif qilishingiz kerak bo'ladi. Bu albatta sizning dunyoqarashingiz, fikrlashingiz va qanchalik mavzuni yoritib bera olishingiz bilan bog'liq. Bunda sizga ko'proq publistik asarlar, maqolalar o'qishingiz tavsiya qilinadi. Har qanday mavzudagi esselarni yoritib berishingiz uchun juda ko'p ma'lumotga ega bo'lishingiz kerak. Ya'ni ma'lumot deganda o'sha berilgan mavzu yuzasidan siz albatta ma'lumot bilib, uni dalillarga ajratgan holda esseni yoritsangiz, siz yuqori balli esseni yozgan bo'lasiz. 4-qadam g'azal tabdili uchun tayyorlanish. Ya'ni bunda ko'pchilik g'azal tadbilini qiyiq deb o'ylashadi va tayyorgarlik ko'rmaydi. Qo'y deydi, shu g'azalni yechgandan ko'ra deydi, boshqa testni yechib ball olaman deydi. Yo'q, g'azaldan ham 5 ta test mavjud bo'lib, u ham sizga kerakli ballni beradi. Demak, aslida g'azalni oddiy qilib bog'lanishlar orqali eslab qolish mumkin. Ya'ni g'azalni bunda gaplar o'zgargan tartibda berilgan bo'lib, siz uni odatdagi tartibga keltirib olsangiz, ya'ni gapning ega va kesimini joy-joyiga qo'yib olsangiz, uning mazmunini anglab olishingiz juda ham oson bo'ladi. Bunda g'azallarda ko'pincha izofali birikmalar keltiriladi. Izofani tushunib yetishguncha ko'pchilik vaqt yo'qotadi. Izofalar bular aslida, masalan, dardi bedavo deganda, uni siz o'zingiz tushunib olib, dardning davosi desangiz, yoki ko'y mahbub, g'azallarda ko'p uchraydigan izofalar. Bu mahbub yor, to'g'rimi? Ko'y mahbub degani o'zgargan, ya'ni izofani tushunish orqali mahbubning, ya'ni yorning ko'chasi degan ma'noni anglatadi. Ko'pchilik voy bu nima ekan deb hayron qolishadi. Yo'q, aslida izofani o'z o'rniga keltirib olish orqali uning ma'nosini anglashimiz juda ham oson bo'ladi. 5-qadam grammatik testlar tarkibi. Shu yerda bitta narsaga e'tibor berishimiz kerak. Grammatik testlar tarkibida milliy sertifikat imtihonida masalan 1-2 testimiz imloga oid bo'ladi. Bu yerda imlo deb qo'yibdimi? Oldingi milliy sertifikat testlarida imloga oid so'zlar berilgan. Masalan, har bir javobda A javobda 3 ta so'z, B javobda 4 ta so'z, mana shunaqa so'zlar berib, o'sha so'zlarning imlosiga qaratilgan bo'lsa, keyingi milliy sertifikat imtihonlarimizning imloda bosh harflar imlosi bilan bog'liq bo'lgan, chiziqchalar imlosi bilan, chiziqcha qo'yish imlosi bilan bog'liq bo'lgan yoki qo'shib yozish imlosi bilan bog'liq bo'lgan savollar tushyapti. Bu degani bu qiynaldi, qiyinlashdi degani emas. O'sha imlo, faqat mohiyat o'zgaryapti, shakl o'zgaryapti. Ya'ni sizga endi 3 ta 4 ta so'z bermayapti, yoki bosh harflar imlosiga oid bo'lgan savol, yoki bo'lmasa yuqorida aytib o'tgan, sanab o'tilgan holatlardagi savol. Baribir imlo. Bizning imlo qoidalarimiz 82 ta qismdan iborat. O'sha 82 ta qismning har biridan test shakllantirishga haqli. Shuning uchun imloga oid bo'lgan 1-2 testlarimizda endi faqat so'zlar bilan cheklanmaydi. 3-4 testlarimiz leksikologiyaga oid testlar. Bu leksikologiyaga oid bo'lgan testlarimizda shakl va ma'no munosabatiga oid bo'lgan savollar tushayotgan edi. Ya'ni bunda shakl va ma'no munosabatiga oid bo'lgan ma'nodoshlarni toping degan savollar tushayotgan edi. Endi yangi tipdagi testlarimizda bunda o'zlashma so'zlar, ya'ni neologizmlar berib, ularning muqobilini toping. Ya'ni o'zbekcha muqobil variantini to'g'risini toping yoki muqobil bo'lmagan javobni toping degan
testlar shakllantirilyapti. Biz leksikologiya bo'limini o'rganib chiqsak, bu testlar biz uchun muammo bo'lmaydi. Grammatikani to'liq o'rganish shart emas. Nega men aytaman, grammatika to'liq shart emas? Chunki milliy sertifikat imtihonida yuqorida aytib o'tganimdek, masalan, 1-2 test nimadan tushishi aniq, 3-4 testlar qaysidan tushishi aniq, qolgan testlarimizning aynan nimadan tushishi aniq. Ya'ni biz grammatikani to'laligicha o'rganib vaqt yo'qotishimiz shart emas. Masalan, fonetikadan shu paytgacha milliy sertifikat imtihonida test shakllantirilmagan. Bironta ham test tushmagan. So'zlarning ma'no ko'chishi, ya'ni o'z ma'no, ko'chma ma'noda shu paytgacha test shakllantirilmagan. Ya'ni metafora, metonimiya, snegdoha, vazifadoshliklardan shu paytgacha milliy sertifikat imtihonlarida deyarli testlar tushmagan. Bularni vaqt yo'qotib o'rganish bu undan ko'ra kerakli bo'lgan mavzularga fokus qaratishga olib keladi. 6-qadam, ya'ni testga to'g'ri tayyorlanish. Milliy sertifikat imtihonidagi tushadigan testlarga to'g'ri tayyorlanish bu muhim qadamlardan biri sanaladi. Ya'ni test shunchaki yechilmaydi. Siz shunchaki vaqt o'tkazsam bo'ldi, shu testni yechib chiqsam bo'ldi degan fikrda bo'lsangiz, hech qanaqa natija qila olmaysiz. Har bir testni manba bilan yeching. Bu meni ichki guruhlarimda beradigan asosiy nimalarimdan biri manba bilan yechish, bu sizni yuqori natijaga olib keladi. Testlarni tahlil qiling va qayta o'rganing. Tahlil qilish bu nima? Qilgan xatolaringizni tahlilini o'rganing. Nima uchun xato qildingiz? Va oddiy joylarda ko'pchilik qiladigan xato, to'g'ri javobni toping yoki noto'g'ri javobni toping yoki berilganini toping, berilmaganini toping. Shartini tushunmaslik orqali ham juda ko'p xatolarga yo'l qo'yamiz. Ya'ni shartida berilganini top desa, berilmaganini topib qo'yadi, berilmaganini top desa, berilganini topib qo'yadi. Shartini tushunish, men doim aytaman, 90% yechim. Test shartini tushunish kerak. Xatolarni belgilang va eslab qoling. Ya'ni bitta variant yechdingiz. Siz birinchi yechgan variantingizda har bir xatongizni belgilang. Qaysi savolda xato qildingiz? Masalan, 8-savol. Fe'lga oid bo'lgan savolda siz xato qildingiz, shu xatongizni belgilab oling va uni boshqa xato qilmaslik uchun tahlil qiling. Tahlilni qilganingizdan keyin siz bu test bo'yicha boshqa xato qilmaysiz. Va 7-qadam. Bu eng muhim qadamlardan biri. Ya'ni tizimli harakat qilish. Tizim yo'q joyda natija bo'lmaydi. Men bekorga aytmayman. Har doim tizimli berilgan bilimlar sizni natijaga olib boradi va natijangiz kafolat hisoblanadi. Tizimsiz u yoqdan bu yoqdan olinib, har xil kanallarda, har xil joylarda berilayotgan ma'lumotlarni, kerakli, keraksiz ma'lumotlarni olish bu siz natijaga olib bormaydi. Bu yerda bunaqa ma'lumot berildi, voy bu yerda bunaqa ma'lumot berildi. Yo'q. Bu sizni vaqt yo'qotishingizga olib keladi, xolos. Tizimli harakat qilsangizgina natija qila olasiz. Nazariya va amaliyotni bog'lang. Bu nima degani? Men shunaqa holatlarni juda ko'p ko'rganman. Ya'ni bir necha yillardan beri aynan ustozlar bilan ishlaganim uchun ustozlarning nazariyadan bilimi juda zo'r. Ona tili, fonik, grammatikani shunaqa zo'r bilishadi. Lekin test bergandan keyin o'sha nazariyani amaliyotda qo'llashda qiynalishadi. Ya'ni siz bilgan nazariyaningizni amaliyotda qo'llay oling. Amaliyot bu testlarni yechish. Amaliyotda qo'llanmagan bilim sizni hech qanaqa natijaga olib kelmaydi. Vaqtni to'g'ri taqsimlash. Bu nima? Demak, test yechayotganda o'sha milliy sertifikat imtihoni uchun ko'pchilik aksariyat vaqtini men deydi testlarni yechib chiqdim, essega vaqtim yetmadi deydi. Yoki bo'lmasa, esseni yozib chiqdim, testga vaqtim yetmadi deydi. Bu nimadan? Bu vaqtni to'g'ri taqsimlamaslikdan. Siz vaqtingizni to'g'ri taqsimlash orqali hamma narsaga ulgurasiz, kerak bo'lsa vaqtingiz ortib qoladi. Shunaqa o'quvchilarimiz bor, kurslarimizda yarim soat oldin chiqdim, 40 minut oldin chiqdim deyshadi. Biz ular natijasi qanaqa bo'lar ekan deb kutib o'tiramiz, lekin A+ darajani olib chiqishadi. Bu nimaga? Ular vaqtni to'g'ri taqsimlay olganligi uchun o'sha qisqa vaqt ichida yuqori natijani qo'lga kiritishgan. Demak, siz vaqtni taqsimlash orqali natijangizni kafolatlay olasiz. Eng kerakli bilimlarni o'rganing. Bu nima degani? Bilim juda ko'p. Hozir
hamma yoqda bepul bilimlar juda ko'p. Lekin hammasini olish sizga milliy sertifikatni kafolatlamaydi. Siz kerakli bilimlarni olishingiz kerak. Aynan milliy sertifikatda ishlaydigan, sizni natijaga olib chiqadigan kerakli bilimlarni olsangiz, siz yuqori, o'zingiz xohlagan yuqori natijaga chiqa olasiz. Siz bilan 80% natija beradigan eng muhim qadamlarni ko'rib chiqdik. Ya'ni mana shu 7 ta qadamni agar siz aytilganidek amalga oshirsangiz, siz 80% natijani naqd qilib oldingiz. Agar siz bularni ketma-ketlikda bajarsangiz, milliy sertifikat imtihondan yuqori ball olishga tayyor bo'lasiz. Qo'rqmasdan imtihonga kirasiz va natijaga erishasiz. Chunki shu kungacha minglab o'quvchilarim aynan shu qadamlar orqali natijaga erishgan. Ularning ayrimlarini ko'rishingiz mumkin. Endi hammasini bu yerga joylashning imkoni yo'q, chunki shuncha minglab ustozlar, abituriyentlarimizning olgan natijasi bitta doskaga yoki ikkita doskaga sig'maydi. Men aytmoqchi bo'lganim bitta muhim jihatni shu yerda eslatib o'taman. Inson oldiga maqsad qilib qo'ydimi, u maqsadga erishish uchun agar to'g'ri yo'lni, to'g'ri tanlov qila olsa, u o'zi kutgandan ham oldinroq amalga oshadi. Kursimda o'qigan ustozlarimiz milliy sertifikat men uchun armon edi. Ba'zi birlari aytadi, o'sha Everest cho'qqisi edi degan gaplarni eshitaman-da. Hatto milliy sertifikat natijalari chiqqanda 12 birlarda aynan o'zimni lichkamga telefon qilib, qo'ng'iroq qilib yig'lagan ustozlarimiz bor-da. Ustoz, milliy sertifikat olganim uchun direktorim telefon qildi. Direktorim shu paytgacha menga taqsimot payti senga dars yo'q der edi. Meni milliy sertifikat olganim uchun telefon qilib, endi dars taqsimotda birinchi senga dars beraman degan holatlar uchragan. Demak, milliy sertifikat bu ustozlar uchun juda katta obro' ham hisoblanadi. Agar siz ham shunday yuqori natijalarni qo'lga kiritishni xohlasangiz, Ona tili A+ master kursimizga taklif qilaman. Bu kurs sizni aynan milliy sertifikatdan ko'zlangan maqsadingizga olib boruvchi sifatli va natijaviy kurs hisoblanadi. Bu kurs uchun hozirda qabul yopiq, lekin siz o'z joyingizni band qilishingiz mumkin. Hozir men sizga, demak, Ona tili A+ master kursimizning taqdimotini qilib beraman. Ya'ni qanday qilib bu kurs sizni o'zingiz kutgan natijaga olib chiqadi. Demak, kursimiz 12 ta moduldan iborat va 120 darslikni o'z ichiga oladi. Birinchi modulimiz bu kirish moduli. Kirish moduli bunda tanishuv, umumiy qoidalar, kursdan maksimal foyda olish sirlari, to'g'ri maqsad qo'yish qadamlari. Ya'ni bu modul natijasida siz to'g'ri maqsad qo'yib, kursdan maksimal foyda olish usullarini o'rganib chiqasiz. Birinchi modulimiz, ya'ni bunda siz uchun kerakli bo'lgan ona tili grammatikasidan birinchi mavzu orfografiya va imlo mavzusi. Esse haqida umumiy tushuncha. Siz hali esse yozib ko'rmagansiz. Esse nima ekanligini bilmaysiz. Demak, birinchi darsda sizga esse yozdirishning mutlaqo imkoni yo'q. Demak, sizga esse haqida tushuncha beriladi, nima ekanligi tushuntiriladi sizga. G'azallarni tahlil qilish strukturasi. Ya'ni g'azal desa siz uchun qo'rqinchli bo'lgan narsa aslida oddiy narsa ekanligi birinchi darsda sizga tahlil qilish strukturasi orqali beriladi. O'qish savodxonligi. Bunda badiiy va ilmiy matnlar bilan ishlash taktikasi. Bilasizki, demak 5 ta badiiy matndan, 5 ta ilmiy matndan test tushadi. Siz bularni yechish uchun o'qish savodxonligi ega bo'lishingiz kerak. Badiiy asarlar. Demak, milliy sertifikat imtihonida tasdiqlangan badiiy asarlardan testlar shakllantiriladi. Demak, birinchi modulimizda O'tgan kunlar, Oq kema, Mening o'g'rigina bolam asarlar asosida savol-javob, quiz testlar va bularning qisqacha mazmuni aks ettiriladi. Birinchi diagnostika testi. Bu diagnostika testi aynan milliy sertifikat imtihoni standarti darajasida tuzilgan diagnostika testi bo'lib, siz hali birinchi qadamni qo'yib, o'zingizning boshlang'ich bilimingizni baholab olasiz. Demak, kursga kirishayotganda siz mana bu darajadasiz. Kursni tugatganda qanday darajada bo'lasiz, sizga aniq qilib darajangiz belgilab beriladi. Kurs poydevorini qo'yib, barcha yo'nalishlarda tizim va diagnostika asosida real darajangizni aniqlaysiz. Ikkinchi modul so'zlarning shakl va ma'no munosabatiga ko'ra turlari.
Demak, milliy sertifikatning 3-4 testlari aynan shakl va ma'no munosabatiga ko'ra turlardan tushganligi sababli shu bo'yicha ma'lumotlarga ega bo'lasiz. Mavzu fokusini va kirish qismini shakllantirish bu aynan esse uchun kerak bo'ladi. Esseda mavzu fokusini aniqlay olmasangiz, siz kerakli ballni ola olmaysiz. Tasavvuf va lug'atlar. G'azal tabdilida siz tasavvuf va lug'atlar haqida to'liq ma'lumotga ega bo'lishingiz kerak. Badiiy matn bilan ishlash. Endi har biriga alohida to'xtalib o'tamiz. Demak, siz badiiy matn bilan ishlash ko'nikmasini bilishni boshlaysiz. Keyingisi Lolazor va Temur xotin asarlari haqida to'xtalib o'tib savol-javob qilinadi va shu asarlar haqida sizga qisqacha mazmun bayon qilinadi. Va diagnostika testi. Demak, bu diagnostika testida siz oldingi diagnostika testidan keyingi qanday darajaga chiqqaningizni ko'ra olasiz. Essening kirish qismi, mavzu fokusini to'g'ri aniqlash, g'azallarda tasavvufiy qatlamni ajratishni boshlaysiz. Demak, bu ikkinchi modulimizdan keyin olgan natijangiz. Uchinchi modulda morfemika, qo'shimchalar tasnifi, ya'ni qo'shimchalarni to'g'ri, noto'g'ri qo'llanishi, qaysi qatorda qaysi qo'shimcha uslubiy jihatdan xato qo'llangan degan savollarga yechim topish uchun siz bu mavzuni albatta o'zlashtirishingiz kerak bo'ladi. Asosiy qismga tayyorgarlik. Bu albatta esse uchun. Esse 3 qismdan iborat bo'ladi. Kirish, asosiy va xulosa. 3-modulimizda asosiy qismga tayyorgarlik ko'rishda debat va oq-qora metodlardan foydalangan holda har qanday mavzudagi esselarning asosiy qismini yorita olishni o'rganasiz. She'riy san'atlar. G'azal tadbirida she'riy san'atlar muhim ahamiyatga ega. Ya'ni she'riy san'atlarni nima uchun qo'llanishi va qaysi baytda qanday she'riy san'at borligini bu darsdan keyin o'rganib olasiz. Uslubiy xatoliklar, mazmuniy g'alizlik. Bu demak ilmiy va badiiy matnda uchraydigan test topshiriqlari bo'lib, demak uslubiy xatolar va mazmuniy g'alizlikni topishni o'rganasiz. Badiiy asarlardan Kecha va kunduz, Kichkina shahzoda asarlariga oid bo'lgan quiz testlar, savol-javoblar va qisqacha mazmun bilan tanishib chiqasiz. Va diagnostika testi orqali shu paytgacha olgan bilimlaringizni baholab, birinchi diagnostika testidan keyingi natijangizni ko'rib olasiz. Morfemika, uslubiy xatolarni tuzatib, essening asosiy qismini demak, asosiy qismiga kirishasiz, she'riy san'atlar bilan amalda tanishasiz. Demak, bu modulimizdan keyin siz uchun ancha milliy sertifikat imtihonidagi savollar oydinlasha boshlaydi. 4-modulda ot so'z turkumi, asosiy qismida shaxsiy pozitsiya, she'riy san'atlarning davomini o'rganamiz. Matndan ma'lumotlarni aniqlash. Badiiy asardan Ikki eshik orasi, Ranchkom va Cho'lpon she'rlarini ko'rib chiqamiz. Va diagnostika testi. Natijada ot so'z turkumi va matnlardan ma'lumotlarni ajratish ko'nikmasini mustahkamlab, esseda shaxsiy pozitsiyani dalillashga o'tasiz. Keyingi modulimiz 5-modul. Ravish va olmosh so'z turkumiga oid bo'lgan ma'lumotlar. Asosiy qism uchun manba yig'ish. Endi essening asosiy qismi uchun kerakli manbalarni yig'ishni o'rganasiz. Qit'alar bilan ishlash tahlillari yo'lga qo'yiladi. Matndagi ma'no nozikliklarni aniqlaysiz. Badiiy asarlardan Otamdan qolgan dalalar, Abdulla Qahhor hikoyalari va Mallalar uyushmasi asarlarining qisqacha mazmuni, savol-javob va quiz testlarga ega bo'lasiz. Diagnostika testi natijasida, demak, o'sish darajangizni bilib borasiz. 6-modulda fe'l so'z turkumi haqida umumiy tushuncha. Essening xulosa qismini shakllantirishni o'rganasiz. Navoiy g'azallari asosida mustaqil tadbiq qilishni boshlaysiz. Badiiy matn, ya'ni zamon, jamiyat, muammo va sujet, mana shular haqida fikrlarni anglaysiz. Badiiy asarlardan Tushda kechgan umrlar va Molxona asari bo'yicha, demak, quiz test, savol-javoblarga ega bo'lasiz. Diagnostika testimizdan o'z darajangizni bilib olishingiz mumkin bo'ladi.
Demak, natijada 6-modul natijasida siz fe'l mavzusini o'zlashtirib, esseni kuchli xulosa qilib yakunlash va Navoiy g'azallari asosida mustaqil tabdil qilish bosqichlariga chiqa olasiz. 7-modulimizda yordamchi so'zlar, xat boshi shaxsiy munosabatlarni bildirish, milliy sertifikatdagi 42-43 testlar bilan ishlash, badiiy matnda voqealar rivoji, ya'ni qiyomat, muzqaymoq, evrilish asarlari haqida va diagnostika test. Natijada yordamchi so'z turkumlarini puxta tushunib, esse tuzilmasidagi xat boshlar orqali professional ko'rinishda esselar yoza olasiz. 8-modulda sintaksis, ya'ni tobe va teng bog'lanishlar, dalil, fikr isboti, mustaqil tahlil, baytlar sharhi o'rganiladi. Katta hajmli matnlar bilan ishlash ko'nikmasi hosil bo'ladi. Zamonamiz qahramonlari, Jack London hikoyalari, Usmon Nosir she'rlarini ko'rib o'tamiz va diagnostika testida natija sizga dalil isbot mantig'ini o'zlashtirib, katta hajmli matnlar bilan ishlash ko'nikmasini shakllantirasiz. 9-modulimizda bosh bo'laklar va ularning turlari, ya'ni gap bo'laklari bilan ishlaymiz. Essedagi xat boshilar, ya'ni xatoliklarni o'rganamiz. Tuyuq, qit'a, ruboiy janrlarni farqlashni tushunib olamiz. Badiiy matnlarda qiyoslash, yashamoq, maymun yetaklagan odam, Erkin Vohidov she'riyati haqida to'xtalib o'tamiz. Modul natijasida bosh bo'laklar va ikkinchi darajali bo'laklar, qiyoslanishni bir tizimga solish, essedagi tipik xatoliklarni ongli ravishda kamaytiramiz. 10-modulda ikkinchi darajali bo'laklar, uyushuq bo'laklar, ajratilgan bo'laklarni ham shu modulda ko'rib o'tamiz. So'z qo'llash muammolari, 10 ta kriteriyaning muhiti, atoyi, ogahiy g'azallari asosida g'azallar tadbirini ko'rib o'tamiz. Vaqt bilan ishlash, endi matn qismida vaqtga qo'yib matnlarni yechishni o'rganamiz. Va badiiy asarlardan asrga tatigulik kun, shamolni tutib bo'lmaydi, Abdullo Oripov she'rlarini o'rganib chiqamiz. Demak, diagnostika testi natijasida o'z darajangizni bilib olishingiz mumkin. Bu moduldan keyin siz vaqt boshqaruvini sifatli nazorat qila olasiz. So'z qo'llash bilan bog'liq muammolarni bartaraf qilishni o'rganasiz. 11-modulda qo'shma gaplar, bosh gap va ergash gap, esse yozishda vaqt masalasi, g'azal testlari bilan ishlash ko'nikmasi, Aziz Nesin hikoyalari asosida badiiy matnlar uslubiyatini o'rganamiz. Badiiy asarlardan yo'l pijama kiygan bolakay, tafakkur va Xelladis asarlariga to'xtalib o'tamiz. 11-diagnostika testida siz 1-diagnostika testidagi darajangizni farqlab olish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Esse yozishda vaqtni to'g'ri nazorat qilish, g'azal testi va badiiy matn uslubiyatda yuqori aniqlikka chiqa olasiz. Va 12-modulimizda punktuatsiya, ya'ni tinish belgilari bilan bog'liq ma'lumotlar, yakuniy dars, esseni tizim natijasi, ya'ni esseni tizim orqali yuqori natijaga olib chiqa olasiz. Test ishlash texnikasi va Gulliverning sayohatlari, Chexov hikoyalarini ko'rib o'tamiz. Va oxirgi 12-modulda barcha bilimlarni o'zlashtirib, imtihonga kirishga tayyor holga yetib borasiz. Endi sizga faqatgina bizning bergan bilimlarimiz orqali yuqori natijaga chiqa olish ishonch paydo bo'ladi. Har qanday imtihonni eshikni tepgan holda kirib chiqib, yuqori natijaga chiqish bilimlariga ega bo'lgan bo'lasiz. Bu o'quv dasturi aynan yillar davomida ishlab, minglab o'quvchilarimda natija bergan dastur bo'lib, allaqachon real natijasini ko'rib turibsiz. Demak, mana bu yerda o'quvchilarimizning natijalari, olgan sertifikatlari o'zingiz ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Kurs qanday tarzda o'tiladi? Demak, bizning sizga taqdim qilayotgan Ona tili A+ master kursimiz qanday tarzda bo'ladi? Demak, kursimiz onlayn tarzda bo'lib, 2-3 oy davom etadi. Darslarimiz belgilangan sanadan boshlanadi. Video darslar platformada o'tiladi. Demak, video darslarimiz to'laligicha platformaga joylashtirilgan bo'ladi. Jonli darslarimiz Telegram tarmog'i orqali olib boriladi. Vazifalar doimiy nazorat qilinadi. Kuchli nazorat va baholash tizimi sizni aynan kutgan natijangizga olib chiqadi.
kursimizning ta'riflari bilan tanishtirib o'taman. Demak, kursimizda 3 ta ta'rif mavjud. Ya'ni, birinchisi standart ta'rif. Standart ta'rifimizda 120 ta darslik sizga taqdim qilinadi. Yopiq Telegram guruhida kuratorlardan o'zingizni qiziqtirgan savollarni olishingiz mumkin. Bu 100% savol-javob degani emas. Demak, siz darslarni ko'rish orqali milliy sertifikatdan kerakli bo'lgan bilimlarga ega bo'lasiz. Ikkinchi ta'rifimiz bu premium ta'rif. Premium ta'rifimizda sizga 120 ta video darslik, yopiq Telegram guruhi, kurator ustozlar bilan savol-javob imkoniyati, adminlar nazorati, uyga vazifalarni bajarish nazorati, platformaga 3 oylik ruxsat, haftada 4 kun kurator ustozlar bilan jonli dars, kurator ustozlar bilan doimiy aloqa, esselar tekshiriladi va ball beriladi. Aynan shaxsan o'zim bilan kurs davomida, ya'ni o'sha imtihonga yaqin qolganda 4 ta jonli dars. Bu 4 ta jonli darsda sizlarga test yechish texnikasi, amaliyoti o'rgatiladi. Boya nazariyani amaliyotga tatbiq qilishimiz deganman-ku, xuddi shu amalda testlarni qanday qilib to'g'ri va vaqtdan unumli foydalangan holda yechish ko'nikmalari aynan jonli tarzda o'zim o'tib beraman. Offline bitiruv tadbiri va sertifikatlar taqdim qilinadi. VIP ta'rifimiz, endi bu ta'rif 120 ta video darslik, yopiq Telegram guruhi, kurator ustozlar bilan savol-javob imkoniyati, admin nazorati, uyga vazifalarning bajarish nazorati, platformaga 6 oylik ruxsatnoma bu yerda. Haftada 2 kun shaxsan o'zim jonli dars o'taman. Bu 2 kunlik jonli darsda grammatika darslari jonli o'tiladi va amaliyotlar savol-javob qilib, test yechish texnikalari o'sha birinchi darsdan boshlab sizlarga amaliy tarzda shaxsan o'zim tomonimdan olib boriladi. Haftada 4 kun kurator ustozlar bilan jonli darslar amalga oshiriladi. Demak, men bilan 24 ga 7 xohlagan paytda qiziqtirgan, qiynalgan savollaringizga javob olishingiz mumkin bo'ladi. Va sizlar uchun eng muhim va ko'pchilik xohlaydigan Habel jamoasida ishlash imkoniyati. Ya'ni siz VIP ta'rifida o'qib, demak A+ darajaga albatta chiqasiz. Bu kursimiz sifati 100% kafolatlangan. Biz aytgan bosqichlardan o'tsangiz, demak A+ darajaga chiqib, Habel jamoasida ekspert ustoz sifatida ishlash imkoniyatiga ega bo'lasiz. Ya'ni siz mustaqil repetitor darajasiga chiqa olasiz. Undan tashqari, ayni damda bilimni baholash agentligida hozirgi kunda 50 ga yaqin shogirdlarim esse eksperti bo'lib ishlashmoqda. Siz ham VIP ta'rifida o'qib, A+ darajani qo'lga kiritib, demak bilimni baholash agentligida esse eksperti bo'lib ishlash imkoniyatiga ega bo'lishingiz mumkin. Va offline bitiruv tadbiri sertifikatlarni shaxsan o'zimdan qabul qilish imkoniyatini qo'lga kiritasiz. Siz ham ona tili A+ master kursida o'qib, yuqori natija qilishni xohlasangiz, ya'ni shu paytgacha bu kursimda o'qib, minglab shogirdlarim o'zlari xohlagan A+ darajalarni qo'lga kiritishgan. Sizga ham A+ daraja armonligicha qolayotgan bo'lsa, tizimli kursda o'qib, o'zingiz xohlagan natijani olishni xohlasangiz, hoziroq pastdagi havola orqali ro'yxatdan o'ting. Menejerlarimiz siz bilan bog'lanishadi va kursimiz haqida to'liq ma'lumot berishadi. Aytib o'taman, kursimiz sifati 100% kafolatlangan. Agar siz biz aytgan topshiriqlarni vaqtida amalga oshirsangiz, endi A+ daraja siz uchun armon emas. Ha aytgancha, siz shu paytgacha ko'rgan bo'lsangiz, endi sovg'ani ham olish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Pastda sovg'a uchun ham alohida silka qoldirganmiz. O'sha link orqali ro'yxatdan o'tib, sovg'ani qo'lga kiritishingiz mumkin bo'ladi. E'tiboringiz uchun kattakon rahmat. Sog' salomat bo'ling. Sizlarni kurslarimizda ko'rishdan xursand bo'lamiz.